O'zbekistonda juma tabrigini tarqatish javobgarlikka sabab bo'ladimi? Tarmoqlarda juma tabrigi muqaddas Qur'oni Karim oyatlari, payg'ambar alayhissalom hadislari, ulamolar va imom domlalarning mav'izalarini mutolaa qilish va tarqatish javobgarlikka sabab bo'lishi aytilgan xabarlar tarqaldi. O'zbekiston musulmonlar idorasi buni rad etib chiqdi. Qolaversa, aholi orasida sarosimaga soluvchi shunday noto'g'ri xabarlar tarqatish qonunchilikka muvofiq javobgarlik keltirib chiqarishini eslatib o'tdi. Musulmonlar idorasining rasmiy sayti masjid madrasalari ma'lumotlari imom xatiblarning ma'ruzalarini yaqinlariga ulashish mumkin. Xususan, juma tabriklarini ham tarqatishga ruxsat etilgan. Bularga hech qanday taqiq yo'q. Faqat ekstremistik g'oyalarni har qanday shaklda, xoh juma tabrigi bo'lsin, xoh boshqa atribut yoki surat shaklda tarqatish, saqlash va foydalanish qonunan taqiqlanadi. Idora rasmiy va ishonchli bo'lgan sahifalar ro'yxatini ham keltirib o'tdi. Ular bilan Gazeta saytida batafsil tanishishingiz mumkin.